Bizda ikkinchi xalqaro avtofestival bo'lib o'tmoqda. Festival doirasida ayni damda karting musobaqasi start olish jarayonida. Hozir esa sizlar bilan ishtirokchilarimizdan taassurotlarini so'rab bilamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sir bo'lmasa qayerdan tashrif buyurdingiz? Namangan 3 tumani. Aha, rahmat. Taassurotlar qanday bugungi karting musobaqasi haqida? Karting musobaqasi mana ikkinchi xalqaro festival juda ko'tarinki ruhda o'tyapti. Hamma tayyorgarliklar juda a'lo. Tashkilotchilar juda nima desa bo'ladi, juda ko'tarin. Hammasi zo'r, hammasi a'lo. Rahmat. Bu yilgi tashkiliy masalalar haqida nima deya olasiz? Tashkiliy masalalar juda chiroyli o'rganilgan. Tashkilotchilarni ko'rib turibsiz. Hamma kartinglar tayyor, musobaqalarga tayyormiz, xudo xolasa. Demak, sizga omad tilaymiz. Katta rahmat. Bo'ldi. Biz yana ishtirokchilarimizdan taassurotlarini so'rab bilamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Taassurotlaringiz qanday? Taassurotlar a'lo darajada. Tashkiliy masalalar yaxshi bo'lganmi bu yili? Zo'r Allohga. Sport turi bilan qanchadan beri shug'ullanasiz? 5 yildan beri shug'ullanaman bu sport bilan. Nima uchun aynan shu sport turini tanlagansiz? Adrenalin beradi, qiziqaman shunga. Aha. Qatnashishingizdan maqsadingiz? Maqsadim shu ota-onamni orzularini amalga oshirish uchun harakatdamiz. Rahmat sizga. Bugungi musobaqada omad tilaymiz. Rahmat sizlarga.